2 yoki Best Tuning T55 olsammikan, Otabek aka maslahatingiz kelganda yana o'sha oldingi avtosalonga kelib, bugun iltimos qildim. Best Tuning mashinalar bo'lsa, shuni obzor qilsam, ruxsat bersanglar degandim. Xudo xolasa shu avtosalonda shu mashina turgan ekan. Bolalar, men qisqacha informatsiyani beraman. Bu mashina bo'yicha, ya'ni Tracker 2 va Best Tuning, men Best Tuning polni tanishib o'rgangandan keyin xudo xolasa sizlarga zo'r informatsiyasini beraman. Ya'ni Tracker 2 ham yomon emas aslida mashina, no sburkasida ozgina minuslari bor. Haqiqatdan aytaman, chunki u meni ko'proq qiziqtiradigan narsa bu xavfsizlik. Ya'ni har bitta ishlov berilgan detallarga ideal doskонально qaralgan bo'lsa, da gap yo'q. Haqiqatdan aytaman, Tracker 2 yig'ilish bo'yicha menga 0 darajada bo'lgan. Xudo xolasa o'sha mijozimiz iltimos qildi, Otabek aka, o'sha Best Tuning T55 ni ko'rib bering, yo Tracker 2 olaman yoki mana shu mashina olmoqchiman dedilar-da. Xudo xolasa ko'ramiz ham. Bu mashina price mana shu ekan. Price 7 litr, ya'ni 100 ga, bu 5 motor, turbina, mana polностью tanishib chiqsanglar bo'ladi. Hamma ranglari bu yerda bormi, yo'qmi bilmayman, но fakt то, что tak 18 ballon, o'rindiq 5 ta, ot kuchi 169 ta ekan, 1.5 turbina ekan. Bunisi qiziq emas, menga главный bu yerda kuzov sborkasi. Eng asosiysi shu. Bolalar, kelinglar, sразу gap ko'paytirmaymiz-da, mana shundan boshlaymiz, xudo xolasa. Avvalambor Tracker 2 nimasi menga yoqmagan? Lakakashni покрытияsi. Buni ko'rib chiqamiz. Bu yarkiroq, qora yoki temный синий naqatsinkasi bor ekan, lekin yarkiroq sepilgan. Sifat bo'yicha. To'g'ri aytaman. Bunda plastikasida bijir yo'q ekan, spetsialniy bu tekis ekan bu. Ya'ni demoqchimanki, buni даже bu narsa bo'lib qolgan paytda просто matoviy plastikani sepib qo'ysa ham bo'lar ekan, ajrab turmas ekan. Tak, bu yaxshi, rezinkalar yaxshi, zazor, stik yaxshi, faralar, stiklar yaxshi. Yo'q, buni sborkasi, stiklari bu mashinaga nisbatan Tracker 2 ga nisbatan yaxshi. Намного. Tracker 2 ning mana bunaqa joyini bekor matv qilib qo'yishmagan. O'zini lishni ayblarini bekitish maqsadida qora pulga tortib matv qo'yishgan. Agar yechsalaring qo'rqib ketasizlar. Tracker 2 da. Endi to'g'ri, endi Otabek aka imенно Tracker 2 ni yomonlab olsangiz, bu mashina ham bor, balki minuslari bordir, eting degan gaplar bo'lishi mumkin. Xudo xolasa, agarga shu minuslar chiqsa, men qo'rqmasdan gapira olaman. Bu yashirish degan narsa yo'q, men haqiqatni ochiqman faqat. Yaxshi. Обшивкалari, да, намного. Tracker 2 dan beradi. Men bitta narsa aytaymi o'g'lim? Da. Tracker 2 da patolog shunday qism borib keladi. Hali qo'lim o'rganmayman. Patologga keyin shuni qilib ko'ramiz. Rozimizmi? Da. Yo'q o'g'lim. Bu baquvvatroq. Lekin komfort bo'yicha ham Tracker 2 ga dan beradi. Men ochiq aytaman. 1.5 turbo bu yerda. 7 sekundda 100 ga chiqadi. Rычaglarni ham chiroyli qilib qo'yibdi. Anaqasi bor ekan. Полностью telefon qo'yib, mashinaga telefon qo'yib, zaryadga qilib keturasiz mana полностью. Plastiklari. Menga даже to'g'ri aytaman. Men plastmassalar juda yoqdi. Baquvvatligi. Ya'ni rezinoviy sifat. Anaqa, то есть ana kobaltga o'xshab sal qilib ketadigan plastika emas-da bu. Rul komforti. Tak. Ovozi chiqmaydi, zo'r. Ko'tarishlari yaxshi, pozitsiyasi ko'p ekan. Menga bular важный emas. Yana Tracker 2 ning bitta minuslari bor edi. Mana shu minuslarni ko'rib ketaman. Bu bilan solishtiraman. Tracker 2 ning o'sha payti esimda bor. Bagajni ochgan paytimda kraskasi вообще kulgili sepilgan edi. Ochiq aytaman, вообще kulgili sepilgan. Как будто
Ana ko'chada shundoq bazan ichida emas yoki ana sushkan ichida emas, shunday ko'chada seporilgandek bo'ldi. Buni ko'rib chiqamiz. Yo'q, bu akkuratni sepilgan. Mana qajolar germitizatsiya ko'rsa akkuratni qilingan, ko'rsam akkuratni qilingan. A trekerikida вообще kulgili narsa, mana qajolar, полный kulgili narsa. Bu aqlliroq yig'ilgan. Bu 1.5 turbina, lekin treker 2 bilan sravnение qilish katta xato. Bu ustunroq. Men komfort bo'yicha komfort ham da, vidi ham bo'yicha, lekin kraskasi bo'yicha men aytaman, treker 2 bilan почти bir xil, lekin buni sepilishi akkuratliroq sepilgan. Juda akkurat, bez musor sepilgan даже. Sagren hammasi bir xil. Sagrenlari bir xil. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tak. Yana nima deyman? Apollar. Герметизация qilingan ekan, полный гравитексlar bor ekan, как положено, даже дополнительно anaqasi ham rezinkasi ham qo'yilgan ekan. Takror ketmasdan o'sha. Akajon, mana sog' bo'lsa. Yo, qo'yavering, bemalol, qo'yavering. Biz ham bu xonani sizdan ko'rib ketamiz. Rezinkani ham sifati boshqacharoq ekan bo'pti. Tak. Da. Bitta mana shu anaqasi. Mana shunisi sal o'xshamabdi mana. Mana shu bitta knopka qo'yib yuborganda boshqacha bo'lardi. Da, bo'tga. O'zbeklarga qo'yib bersang, unga boshqa sizdan qo'yib yuboradi. Javob. Knopkani. Tak. Atak. Masalan, meni bo'yim 1.71, 1.72 atrofida. Нормально, bemalol. И комфортно. Обзор системasi bo'yicha yomon emas. Da, obzor sistemasi bo'yicha yomon emaski, yana orqasida o'tirib ko'ringchi. Dalniga qanaqa fikr berasiz deganda, dalnigami? Dalniga yurish. Dalni trekerligidan komfortliroq bu. U katta ham-da. Даже katta ham, vidi ham, ichi ham katta. Lekin bitta narsa qiziqtiryapti, narxi menimcha arzon bu treker 2 dan. Narximi? Bilmayman, uni buni gitib narxi 21 ming atrofida. Lekin treker ham почти 21 ming, 22 ming. Lekin bunga qaraganda ancha aqlliroq ekan mana o'sha. Men ochib o'tiraman. Ani mijozimga so'nggi telefon qilib ketaman bugun, xudo xolasa. Bu treker 2 dan avvalambor baquvvatroq. И sifatliroq yig'ilgan полностью. No. Keyin qaragan. İçiga cho'ktirilgan. Ko'rasizdan plastikasi, obshirkasi ichiga cho'ktirilgan. Chiqib, наружный tarafda turmaydi, ko'rdingmi? Ichiga cho'ktirilgan spetsialni. Eng главный motor qismini bitta ko'rmaymiz ham. Ochib olsangiz motorni. O'zingiz qarab oling. Bunga ham amazatr qo'yishmabdi. Mayli. Da. Shuncha komfort bo'lib turadi, bitta amazatr bo'lmasa. Lekin u tak podushkasi vau, mana qaragan. Germetizatsiyasini qaragan. Haqiqatan men yig'ilgan bo'yicha men bitta narsa aytaman. Da, bu namnoga sifatliroq yig'ilgan. Kuzov yig'ilishi bo'yicha-da, to'g'rimi? Da. Mayli. Yo'q. Bu Ada sizga bitta savolim bor. Bu kuzovga 1.5 turbina qanaqa deysiz? 1.5 turbina bungami? Normal deysiz. Treker 2larga shu o'ziga normal. Treker 2. Men bu bilan hozir ana nima edi? Hozir sravnение qilgan taqdirimda faraz qiling, hozir aytaman, nima desam ekan senga? Tak. Malibu 1 bilan men Nexia sravnение qilayotgandek bo'lyapman. Примерно. Nexia 1, Nexia 2 o'sha treker 2 bo'lyapti, bu Malibu bo'lyapti. Sen osmon bilan yercha farqi bor, buni sravnение qilib bo'lmaydi. Bu yerda yig'ilish sistemasi deb qaragan, полностью boshqacharoq, даже усиленно qilingan. И korpus sistemasi
Zazurlar ideal turibdi. Plastiklar ham baquvvat varianti turibdi. Bilmayman ekan. Men fakt то, что 21 mingga ancha muncha aqlliroq narsaga. Ну да, teklikka qaraganda ming marta men uni olgandan ko'ra buni olaman. Bu o'zimning ma'lum fikrim. Apornilari qalinligi yaxshi, gravitexlari yaxshi, plastiklari. Обрисовкасini e'tibor beraymi? E'tibor bermasa bu yerda chang kirib turibdi, lekin bunga bitta amaliyotni qo'yib yuborsa bo'ladi, bemalol. Без проблем. Mana bu yerdan qo'yiladi, mana mashtadan mana mashtgacha qo'yib oladi. Bo'ldi. Muammo emas. Tak. 60 necha amperlik bu? Почти 60 amperlik bu. 60 amperlik bu. Otni miyasi shu yerda ekan. Короче, men bitta narsa aytaman. Tirikdan ancha muncha aqlliroq. Da. Bu paxta qo'yish emas, bu haqiqat bu. Bu ko'rinishi yomon emas. Kattaligi Trekkirkidan katta. Salon komforti Trekkirkidan zo'r. Salon plastiklari, obshivkalar, tarpetkalari yig'ilishi bo'yicha Trekkirkidan yaxshi. Motor tushi bo'yicha Trekkirkidan yaxshi. Yana nimasi? Yig'ilishi bo'yicha, menga stiklari bo'yicha akkuratность bu yoqdi. Ham plastmassa qanchaga chidaydi bu? Mana bu O'zbekistonda unaqa ko'pga baribir bormaydi. Bu bor narsa, bu tan olish kerak. Keyin yana bitta savolim bor sizga. Ko'pchilik hamma mashinalarda qilasiz. Buni bitta katta minusi nima? O'shani ko'rdingizmi katta minus? Hamma mashinada bo'ladi o'shani etmaydiganingiz bor, etadiganingiz bor. Bunda nima ko'rdingizmi shunaqa minus kattaroq? Etib o'tib ketmasangiz bo'lmaydi. An'anamiz bu. Qolib ketadi. Shu narsani kommentariyaga yozishni nimani aytib o'tib ketmadim. Eng katta minusini. Shunaqa qilaylik, kommentariyaga yozishsa o'zlarining fikrlarini. Men просто bu avtosalonga bugun kelganim ikkinchi marta kelishdim, chunki oldin bu yoqqa kelganman. Men bir kunda olib berish mumkinmi, yo'qmi degan savol qo'ydim. Bugun bu avtosalonga kelishimning sababim o'sha Mijozim Otabek o'sha avtosaloningizga Besttuning T55 keluvdi, o'shani ko'rib bering aka, obzor qilib bering aka, iltimos dedi. O'shanga primoy bu yoqqa keldim. Hozir даже mikrofonlarni taqmaganman. Dastrochniy bo'lib ketdi hamma narsa. Lekin nima deyman boshqa? Shu ko'rganinglardek Trekkirdan ancha muncha aqlliroq. Men даже narx bo'yicha ham bu pastroq menimcha, to'g'rimi? Endi hozir Trekkirning bozorda u yengisini 21 ming, 22 mingga olasan-da bozorda, anaqa avtosalondan. Bozorda 16 mingga olasan bu mashinani. Oching bozordan tushiryapti bozorda, lekin даже 16 ming bo'lgan taqdirda Trekker 16 ming bo'lganda, lekin bu puliga arziydi. Bundan qarasan. Komfort bo'yicha. Menga hozir pulida emas, menga самое главное hozir Trekker 2 olib men ko'proq foyda ko'ramanmi yoki Besttuning T55 olgandan ko'proq foyda ko'ramanmi degan anaqa qo'yilyapti. Savol qo'yilish, savolga javob. Adashib Trekker 2 olib qo'ysam ertaga zarar ko'rmaymanmi degan savol qo'yilyapti. Atak men o'sha mijozimga aytaman, xudo xohlasa hozir yana telefon qilaman, o'sha mijozimga что, конечно, qo'rqmasdan Besttuning T55 ni men tavsiya qilaman. Chunki haqiqatan menga главный ko'rinish emas, video emas, menga motori и главныйsi gерметизация shunaqa qalin berilgan ekan konkretно. И plastiklari ichiga obshivkalar ichiga tiqilgan. Menga yoqqan ko'p joylar shu bo'ldi. Hadavoy bo'yicha endi o'sha haydab ko'rish kerak, 7 sekund 100 ga chiqar ekan, yaqibi yana sinab ko'rish kerak, hali vaqt soat keladi, xudo xolasa sinab ko'ramiz. Atak kuzatib ko'ringlar bolalar. Meni fikrim Besttuning T55 Trekkerdan намного ustun и комфортliroq и baquvvatliroq. Maslahatlar, tavsiyalar kerak bo'lsa yoki Otabek avtosalonga borib, "Men mashinamni ko'rib bering" desangiz, men albatta tayyorman. Любой mashinangizni kelib ko'rib ketaman. Sizlarga zo'r maslahat va tavsiyasini beraman bolalar.
bugun bitta mijozimizni iltimosiga ko'ra keldim, o'sha mashinani ko'rdim, tanishib chiqdim. Ya'ni qo'rqmasdan men smel aytishim mumkin, Tracker 2 olgandan ko'ra Best Tuning T55 olganni tavsiya berardim. Kartal detailing sudya zo'r maslahat va zo'r tavsiyani berib bo'ladi. Aloqadamiz shu.